Atomi kundalik hayotda foydalanadigan yuqori sifatli mahsulotlarni yaratadi va tarqatadi. Bu shampuny va konditsionerlar, sovun, tish pastasi, tish shotkalari, kosmetika, go'zallik tovarlari, vitaminlar, badlar va boshqalardir. Atomi premium va lyuks mahsulotlarni omma uchun mos va arzon qilishga intiladi. Bu strategiya Mastish deb ataladi va Atomining konsepsiyasi hisoblanib, iste'molchilarga qimmat brendni osongina almashtirish imkoniyatini berishdan iborat. Atomining falsafasi mutlaq sifat, mutlaq narx. Bu degani kompaniya xaridorlariga ular to'laydigan narxga tengi yo'q sifatli mahsulotlarni taqdim etishga harakat qiladi. Agar mahsulot sifati va narxi bo'yicha optimal bo'lsa, boshqa brendni oson almashtirish imkonini beradi. Mutlaq sifat, mutlaq narx esingizdami? Sifatli, lyuks brendlarga teng yoki ba'zida undan ham yuqori, ammo ancha arzon narxda. Atomi bu internet do'kon, savdo maydoni. Ro'yxatdan o'tish bepul va oson. Ha, haqiqatdan ham bepul. Ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng siz Atomining barcha assortimentini eksklyuziv narxda olish imkoniga ega bo'lasiz. Eng qiziqarlisi, Atomi mahsulotlarini sotib olayotganda ballar beriladi. Shaxsiy ballar yoki qisqacha PV. Har bir mahsulotning o'z PVsi bor. Sizning shaxsiy PVlaringiz to'planib boradi va hech qachon kuymaydi. Akkauntingizni faol saqlash uchun yilda bir marta, hatto eng kichik xarid ham yetadi. Bu muammo emas, chunki siz Atomining mutlaq sifat va mutlaq narxini yoqtirasiz. To'g'rimi? Davom etamiz. Siz Atomi mahsulotlarini odamlarga tavsiya qilasiz. Ular a'zo bo'ladi va mahsulot xarid qilishganda siz barchangiz PV olasiz. PV nima degani? Bu sizga komissiya shaklida to'lanadigan pul. Bu chakana savdoning yangi davridir. Atomi iste'molchilarini birinchi o'ringa qo'yadi va ularni katta mukofotlar bilan rag'batlantiradi. Ba'zi ishtirokchilar faqat shaxsiy ehtiyoji uchun xarid qiladi. Ba'zilar esa ro'yxatdan o'tishni to'liq foyda olib keladigan biznesga aylantirishga qaror qiladi. Bu qanday ishlaydi? Keling, batafsil ko'rib chiqamiz. Tasavvur qiling, siz Atomini amakingizning qizi Nodiraga tavsiya qildingiz, chunki sizga Atomi mahsulotlari juda yoqadi. Siz uning sponsori bo'lib, registratsiya uchun ID berasiz. Nodira avtomatik ravishda sizning chap sotuv bo'limingizga qo'shiladi. Keyin Atomini do'stingiz Kamolga tavsiya qilasiz. U sizning o'ng sotuv bo'limingizda ro'yxatdan o'tadi. Kamol Kanada yoki Xitoyda yashashi mumkin. Atomiga dunyodagi ko'plab mamlakatlardan ro'yxatdan o'tish mumkin. Siz, Nodira yoki Kamol boshqa odamlarni o'zingizni chap yoki o'ng bo'limlaringizga taklif qilishingiz mumkin va ular birin-ketin pastki strukturangizga qo'shiladi. Ular siz yashaydigan mamlakatdan bo'lishlari shart emas. Ikkala bo'limingizdagi har bir kishi xaridlaridan PV oladi. Esda tuting. Bu ballar. Sizda shaxsiy PVlar bor va har kuni strukturangizdan guruh PVlari yig'iladi. Shaxsiy PV 10 dan oshsa, masalan, Atomi shampuni yoki yuz yuvish vositasini sotib olgandan so'ng va har bir bo'limingiz 300 ming PV dan to'plasa, siz komissiya, ya'ni mukofot olasiz. Bu shartlarni bajarayotgan har bir ishtirokchi bir xil komissiya oladi. Do'koningizda qanchalik mijozlar ko'p bo'lsa, guruh PVlari ham yuqori bo'ladi, daromadingiz ham oshadi. Bo'limlaringizda muvozanatni saqlash muhim. Guruh PVlari kamroq bo'lim bo'yicha hisoblanadi. Bu Atomidagi muvaffaqiyat sirlaridan biri. Bu yerda hech qanday harakat bekor ketmaydi. Strukturangiz o'sgan sari muntazam guruh PVlari ham o'sadi. Sarmoya qilingan mehnat sizga malaka pog'onalarida yuqoriga ko'tarilishga imkon beradi. Bu bilan hayotni o'zgartirishi mumkin bo'lgan
bonuslar ham keladi. Siz Atomining falsafasini mutlaq sifat va mutlaq narx mahsulotlari orqali his qilib, bu imkoniyatni boshqalar bilan bo'lishib, ajoyib mukofotlarga erishishingiz mumkin. Nasiba Atomi haqida YouTube kanalimda marketing rejasi haqida videolarni topish mumkin. Batafsil ma'lumot hamma uchun ochiq. Atomi muvaffaqiyat akademiyalari va seminarlarida ishtirok eting, chunki Atomi barcha hamkorlarini muntazam ruhlantiradi va qo'llab-quvvatlaydi.